Uxlashdan oldin oyoqni sirka va tuzli suvda 10 daqiqa yuviting va nima bo'lishini kuzating. Ertalabgacha immunitet yangilanadi. Bir haftada surunkali yallig'lanish yo'qoladi. Birinchidan, bu aralashma zamburug' va bakteriyalarni darhol o'ldiradi. Sirka kislotasi zamburug' hujayralarini birinchi teginishda yo'q qilib, oyoq va tirnoq infeksiyalarini bir kechada davolaydi. Ikkinchidan, uxlayotganingizda tuz minglab teshiklar orqali toksin, ortiqcha namlik va yallig'lanishni tortib oladi. Uchinchidan, sirka pH muvozanati tananing tabiiy himoyasini ishga tushirib, immunitetni kuchli oshiradi. To'rtinchidan, kislota quruq qalg'a va qotgan terini yumshoq va tabiiy eritadi. Beshinchidan, tuz minerallari terini yumshoq va tabiiy eritadi. Beshinchidan, tuz minerallari qon aylanishini tezlashtiradi, tiqilishni bartaraf etadi. Haftada 3 marta takrorlang, oyoqlaringiz yangidek bo'ladi. Bu detoks ta'sirini 10 baravar kuchaytirish va zamburug' hamda hidni butunlay unutish uchun cho'milgandan keyin bitta maxfiy monastir malhamini surting. U bo'g'imlardan toksin